Gojo kuchliroqmi yoki Sukuna? Bu savol hamma Jujutsu Kaisen muxlislarini qiynaydi. Barchasini qiynaydi. Sukunaning muxlislari shunday deydi. Albatta Sukuna, agar Sukuna barcha kuchini qaytarib olganda, o'zining asl tanasida bo'lganda, u Gojoni osongina yenggan bo'lardi deya. Gojoning muxlislari bo'lsa bunga shunday javob qaytarishadi. Yo'q, Gojoni Sukuna o'zining asl tanasida hech qachon yenga olmaydi, chunki unda Maharaga bo'lmaydi deya. Ammo bugungi videomizda biz bu haqida gaplashmaymiz. Biz kim kuchliroq, Gojo yoki Sukuna o'zining asl tanasida, bu savolga javob berishlikka harakat qilmaymiz. Yo'q. Bugungi videomizda biz Gojo nega Megumining tanasidagi Sukunani yutishi mumkin bo'la turib, buning o'rniga o'limni tanlaganligi haqida gaplashamiz. Agar Gojo haqiqatdan ham g'alaba qilishni istaganda, u Megumining tanasidagi Sukunani qanday yenggan bo'lardi? Ularning barcha kartalarini ko'rib chiqamiz. Kimda qanday imkoniyat va qanday kozirlar bor, shuni tahlil qilamiz. Agar Gojo qo'lidagi barcha kozirlarni ishlatganda, barcha imkoniyatlaridan foydalanganda, jang qanday kechgan bo'lardi? Va Sukuna Gojoning kozirlariga qarshi qanday qarshilik ko'rsata olardi? O'zi u bu narsa qila olarmidi? Bugungi videomizda biz shu savollarga javob berishlikka harakat qilamiz. Nega Gojo g'alaba qozona oladigan bo'lsa, g'alabani o'rniga o'limni tanladi? Shu savolga ham javob berishlikka harakat qilamiz. Shuning uchun videomizni oxiriga qadar ko'ring. Va videoning boshidayoq men sizlarni ogohlantirib o'tmoqchiman. Biz ularning sof kuchini solishtirmaymiz. Yo'q, ushbu tahlilda mutlaqo barcha yashirin kartalar va barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Hatto eng iflos uslublardan ham foydalanamiz. Chunki bu ringdagi jang emas, balki barcha choralar o'zini oqlaydigan haqiqiy urushdir. Keling, agar tomonlar qo'llaridagi bor narsani oxirigacha ishlatishganda, bu jang qanday o'tishini ko'rib chiqamiz. Jang boshida hammasi xuddi mangadagi kabi boshlanadi. Gojo ham Sukuna ham darrov o'z texnikalarini ishga solishadi va jangni boshlashadi. Aniqrog'ini aytganda esa hududlar jangini. Siz so'rashingiz mumkin, nima uchun boshqa qahramonlar jang boshidanoq yordam bera olmaydi? Chunki jang boshida bu ikkalasi ham o'ta kuchli. Ularga yordam bermoqchi bo'lganlar ularga yordam o'rniga xalaqitgina bergan bo'lasdi. Oddiy jodugarlar jangga qo'shilishga ulgurmay halok bo'lishliklari mumkin. Shu sababli jang boshida biz hech narsani o'zgartirmaymiz. Hammasi xuddi mangadagi kabi birga bir jangi bilan boshlanadi. Lekin ikkovi ham hududlar jangidan so'ng o'zlarining chegarasiga yetgandan keyin Gojo 5 marotabadan ortiq hududini ocha olmaydigan holatga kelganda, Sukuna esa miyasining jarohati tufayli hududini ocha olmay qolgan paytda aynan shu lahzada hammasi boshlanadi. Tasavvur qiling, Gojo bu safar oliyjanoblikni o'ynamaydi. Hududlarni kuydirib bo'lgach, Sukunaning miyasi zararlangandan keyin Maharaga va Ximerani jangga chaqiradi. Biz bilamizki, Maharaga hali Gojoga to'liq ko'nib bo'lmagan edi. Ya'ni uning g'ildiraklari butunlay aylanib ulgurmagan edi. Gojo 3 ta raqibning hujumini kutib o'tirmaydi. U qo'llarini yuqoriga ko'tarib o'z jamoasiga signal beradi va jang maydonida darhol Yuta paydo bo'ladi. Yuta o'sha jangga tayyor edi. U o'zining 5 daqiqalik, ya'ni Rika bilan birlashuv texnikasini ishga solgan holatda jangga qo'shiladi va aynan shu paytda o'sha jang boshqacha kechishni boshlaydi. Tasavvur qiling, Yuta paktlar yordamida o'z texnikasini juda ham kuchaytirdi. U paktlar yordamida o'z texnikasi odamlarga qarshi ishlamasligiga rozi bo'ladi. Ammo shuni evaziga u qolgan jonzotlarga qarshi la'nat yoki chaqiriladigan shikigamilarga qarshi juda ham qattiq zarba bera oladigan paktni tuzib keladi. Bu degani uning lazerli o'qi juda ham kuchli bo'ladi va bu lazerli o'qi yordamida u juda ham osongina Maharagani yo'q qilib yuborishligi mumkin. Siz o'ylashingiz mumkin, yo'q, Sukuna bunga yo'l qo'ymaydi, uni to'sishga yoki uni qaytarishga urinib ko'radi deb. Yo'q, Sukuna bu o'qqa tushsa, o'zi ham qattiq jarohat ko'rishi mumkin. Shuning uchun Sukunada hech qanday imkoniyat yo'q Maharagani himoya qilish uchun. Agar mabodo Maharaga bundan keyin ham tirik qola olsa, unda jangga Aoi to'di qo'shiladi va Maharagani boshqa joyga o'z texnikasi yordamida urg'itib yuboradi. Va Sukuna o'zi Maharagani himoyasiz qolib ketadi. Bu paytda jangga darrov Higuruma qo'shiladi va biz bilamizki, Sukuna hozir himoyada ojiz, chunki u o'zining hududini ocha olmaydi va Higurumaning hududida u hech narsa qila olmaydi. Higurumaning hududi ochilgach, Sukunaga qarshi sud boshlanadi. Sud Sukunaning Shibuyadagi qirg'inchiliklarga aybdor ekanligini tan oladi va uning la'natli energiyasini yoki la'natli texnikasini olib qo'yadi va Higurumaga jallod qilichini beradi. Shu lahzadan boshlab Sukuna o'sha ovchidan o'lchaga aylanadi. Sukuna hatto jismonan ham qarshilik ko'rsata olmasligi uchun pistirmadan unga Yuji Itadori hujum qila boshlaydi. O'zining qora chaqmoq texnikasi yordamida, ya'ni bu uning texnikasi emas, lekin faqatgina Yuji Itadori buni o'z texnikasiga aylantira oldi. Ya'ni o'z xohishi bilan qora chaqmoqni chaqira oladi va zarbalar bera boshlaydi. Biz bilamizki, bu zarbalar Sukunaning shunchaki tanasiga tegmaydi, bu uning ruhiga teya boshlaydi va Sukunaning ruhi Megumining ruhidan ajralishni boshlaydi va bu paytda o'zi hech qanday narsa Sukunaga yordam bera olmaydi. Siz so'rashingiz mumkin, qani Kenzaku, qani uning qolgan yordamchilari deya. Kenzaku Takaba bilan jangda band. Sukunaning eng yaqin yordamchilari unga yordam bera olishmaydi va Sukuna bir o'zi butun boshli armiyaga qarshi qolib ketadi. Bu yerda siz shunday savol berishingiz mumkin. Axir Sukuna o'zining asl tanasiga qaytib barcha kuyib ketgan texnikalarini qaytarib olishi mumkin edi-ku deya. Keling, haqiqatni ko'ziga qaraylik. Bu ham uni qutqara olmas edi. O'zingiz eslang, hatto haqiqiy asl sujetda ham aynan shu qahramonlar Gojosiz ham Hayan davridagi, Hayan formasidagi Sukunani kritik holatiga keltirishib, oxir-oqibat ustidan g'alaba qozona olishdi. Endi esa tasavvur qiling, jang maydonida hali ham to'liq kuchga ega bo'lgan Gojo Satoru turibdi. Bu esa Sukunaning g'alaba qozonishi
imkoniyatlarini nolga tenglashtiradi. Hatto o'zining asl formasida ham 4 qo'li bilan ham Sukuna reaksiya va yaqin jangda Gojodan ustunlikka ega bo'la olmaydi. Shuning uchun Hayan formasiga qaytishlik kuchlar muvozanatini o'zgartirmaydi. Jodugarlar uni shunchaki katta guruh bo'lib urishni davom ettirishadi va oxir-oqibat ustidan g'alaba qozonishadi. Sukunaning eng kuchli texnikalaridan biri bo'lgan o'sha buyuk olov fugani ham ishlatishlariga yo'l qo'ymaydi. Chunki u texnikani ishlatishlik uchun u tayyorgarlik qilish kerak, konsentratsiya qilish kerak, unga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Bunday vaqt esa unda yo'q. U shunchaki buni ishlatishga ulgurmaydi. Gojo bunga yo'l qo'ymaydi. Bunday darajadagi jamoaviy taktikaga qarshi Sukunaning deyarli hech qanday imkoniyati yo'q. Bu kozirlardan ketma-ket foydalanishlik Gojoning mutlaq va oson g'alabasini kafolatlay oladi. Lekin bu ham hali hammasi emas. Gojoni zaxirasida qanday dahshatli armiya bor ekanligini unutmang. Hali jang maydonida Kashima, Makki, Miguel kabi og'ir vaznli jangchilar paydo bo'lgani yo'q. Ular hali zaxirada o'z vaqtini kutib o'tirishdi va o'ylaymanki, ularga to'g'ri vaqt yetib bormaydi. Agar mabodo nimadir qandaydir boshqa yo'l bilan ketib Gojoni hozir aytib o'tgandek taktikasi ishlamagan holatda ham bular jangga qo'shilgan holatda jangda darrov o'z nuqtasiga olib kelishligi mumkin. Ya'ni Sukunaning o'limiga. Lekin bundan tashqari ham hali zaxirada Choso kabi kuchli jangchilar bor. Bundan tashqari ham boshqa jangchilari bor. Gojoni qo'lida deyarli butun boshli armiya bor va unutmang, Gojoni qo'lida hali Sukunaning 20-barmog'i ham turibdi. Siz aytishingiz mumkin, u barmoqni ushlata olmas edi, chunki Nabara komada edi deya. Lekin aziz do'stlar, Gojo bu barmoqni ishlatmoqchi bo'lganda boshqa yo'llar bilan ham ishlata olardi. Mana sizga bir yo'li. Rika shunchaki Nabaraning kichkina barmog'ini yeydi va shu yordamida u rezonans texnikasini ko'chira oladi. Ya'ni Yuta o'sha rezonans texnikasini ham ishlata oladi. Biz yaxshi bilamizki, ulkan la'natli energiyasi sababli Yuta boshqalarning texnikalarini o'sha egalaridan ham ko'ra kuchliroq ishlata oladi va bu degani bu zarba Sukunaga yanada og'irroq zarba yetkazgan bo'lardi. Bu ham hali hammasi emas aziz do'stlar. Yana Gojoni boshqa kozirlari bor. Ularni sanab o'tirishimning hojati yo'q deb o'ylayman. Chunki siz tushundingiz degan umiddaman. Bu jangda Gojo xohlaganda 100% Sukunani o'ldira olasdi va jangdan g'olib sifatida chiqishi mumkin edi. Ha, nechesnalik bilan, ha, ayyorliklar bilan. Lekin bu jang aziz do'stlar, bu urush, bu yerda har qanday kuch, har qanday qurol ishlatilishi mumkin. Agar bu qurol senga g'alaba keltirsa. Va yana bir bor takrorlayman aziz do'stlar, bu ham hali hammasi emas. Gojoni qo'lida yana boshqa qurollar bor, arsenallari bor, butun boshli armiya bor bundan tashqari ham. Lekin shunga qaramasdan Gojo aziz do'stlar birga bir jangni tanladi. Aniqrog'ini aytganda esa u o'z o'limini tanladi va buni asl sababi bor. Agar siz bu sababini bilmoqchi bo'lsangiz aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda biz nima uchun Gojo jangda mag'lub bo'lmadi? U o'zini o'zi o'ldirdi. Ha aziz do'stlar, siz noto'g'ri eshitmadingiz. U aynan o'zini o'zi o'ldirdi. Nega? Aynan shu savolga biz keyingi videolarimizda javob beramiz.